Assalomu alaykum. Katta qush ishqibozlari kattalarni chiqarmayapti-ku. Mana bugun hozir barra yashil o't, keyin ko'chadan mayda toshlardan turpoq qum qilib aralashtirib olib keldim. Mana jonivorlar maza qilib yeyishyapti, mana bola boqayotgan qushlar. Bu ham jonivorlar mana. Bosayotishdi. Bola boqishyapti. Tushib sekin modalar. Vitamin yetishmaydi baribir aralashma donlar bilan. Bunaqa mayda qum, turpoq, mayda toshlardan mana maza qilib yeyishyapti. Oddiy mineral tuz mollar yeydigan. Ustiga nomiga suv sepib qo'ysa maza qilib yeydi uni ham. Yeyishdi.